Hadislarda keladi, sahih hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, qaysi bir Allohning uylaridan bir uyda odamlar to'plansa, Allohning kitobini tilovat qilsa, o'zaro dars qilishsa, bu yerga Alloh taoloning sakinati xotirjamligi yog'adi. Farishtalar o'rab oladi bu yerda va bitta bu yerdagilar ismlarni yozib, Allohning huzuriga ko'tarib chiqadi. Bu farishtalar bandalarning qilayotgan ishlarini muroqaba kuzatishlik uchun tushgan farishtalar. Allohning huzuriga chiqqanda Alloh taolo so'rar ekan, bandalarimni qaysi holatda tashlab ketdilar. Alloh biladi bizning holatimizni. Parvardigor seni Qur'onning tilovat qilyapti. Nimani orzu qilyapti ular? Jannatni. Jannatni ko'rgan bular yo'q. Ko'rganda qanaqa bo'lar edi? Yana shavq oshar edi. Nimadan qo'rqyapti seni azobingdan? Ko'rgan bular azobini yo'q. Ko'rganda qanaqa bo'lardi? Yana jahannamdan qochish qattiq bo'lardi. Guvoh bo'linglar dedi. Bu majlisning ulug'ligidan shu yerda hozir bo'lganlarning hammasini gunohini kechirdi. Bu sahih hadis.